Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar. Yapmamıza bitta like, yapmamıza bitta dislike. Yo'q. Yo'qadi nega yo'q? Taqdimot qilamiz. Butun qo'yni mana shashlik qilyapti hozir. Ikkinchi qo'y qozonda. Hammalarimizni bayramlar bilan. Avvalambor xayrlar bilan. Xayrlar bilan. Bu yerda barcha tanishlar ham chiqadi. Tanishlarga alangan. Vatandoshlarga ham. Ovozi bilan qo'yasanmi? Ovozi bilan ketadi. O'zi ham gapirdi. Blogerlar o'zlari gapiradi. Gapirib turaylik faqatdan. Bo'ldi. Mazaka? To'y. O'likchalar ham bo'lsa sinadi yo'qcha buni. Yo rostdan. Yo'q aka. Bo'sh bo'ladi uni. Endi buni boshqa idishga tayyorlaydimi Sardor? Mana. Endi 2 marta unda aylantirib bo'lsa sinadi. O'yin bari bor. Yardım tutib olsa ketadi. Bu yağ kerak emas. Bu yağ bu ish yo'q. Buni bo'lmaydi. Bo'ldi uni Sardor pichoqni qisib qo'ydi. Aylantirib bo'lsa sinadi ikki tomonni. Bittada yardım. Bu o'zi go'sht. Yo'q. Bo'ldi, tamam. Mana bo'ladimi bu da? Ana kelsin. Bozorga men olyapsanmi? Yo'q, o'zimni olganim yo'qmi? Bizda bloger sal uyalchang. To'g'ri tushunasizlar. Gapga yo'qroq. Ammo bloger. Prosmotrlari yaxshi. Men bittani bo'lib oldim hozir. Mana. Açtın Bittasi kelib ochdim, jo'natib yubordim mana. Hozirga mana edi. Qarang. Tepasidan topasiz. Qassoblik ham xabarimiz ozgina yo'qroq. Shunga bir narsalar qilyapmiz o'zimizga. Tayyorlab qo'yamiz. Seviye tashqari qo'yib. Oynani ochib yuboring. Qarang. Abbos, oynangni och. Oyna ochib, sadaqani soqot yapanyapsizlar. Yo'qotmayman. Bo'ynim sovuq dedi. Radiatorni yoqib qo'yaymi? Xizmat telefonga SMS keldi.